Yaqinroq olib keling, to'g'risini aytinglar, bunaqa haykallarni faqatgina kinolarda ko'rgansizlar. Endi Qo'qon shahrida ham foto studiyalarga mana shunaqa haykallar qo'shyapti ekan, ya'ni buni oldida turib bemalol rasmga tushsangiz bo'lar ekan. Biz vokzal hududida joylashgan foto studiyaga Tikurillar mahsulotlarimizdan qilib berdik, natijasini ko'rsanglar bo'ladi. Hamma joylarga har xil dizayn uslubida yondashibdi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Hattoki mana shunaqa retro joylar ham qilib qo'yishdi. Mana shu eski retro telefonni ham birga bir qilib o'xshatib qo'yishibdi, ko'rsanglar bo'ladi. Agar siz ham rasmga tushmoqchi bo'lsangiz, bemalol kelib ko'rib ketsangiz bo'lar ekan. Biz aytadigan gapimiz, Tikurillar mahsulotlarini nafaqat xonadonlarga, balki ko'ryapsizlar, oxirgi paytlarda kafelarga ham, maktab, bog'chalarga, xullas mana shunaqa foto studiyalarga ham ishlatsanglar bo'ladi. Mana yaqinroqdan olib keling, ko'rsanglar bo'ladi. Tikurillar ranglari shu darajada kengki, hattoki retro ranglarga ham birga bir mos bo'lib ketaveradi. Neoklassika desangiz ham sizga chiroyli mana shunaqa ranglardan qilib beramiz. Undan tashqari agar menga oq rang kerak desangiz, mana ko'ring. Videoni boshida olganimizdek mana shunaqa oppoq qilib ham Tikurillar mahsulotlarimizdan foydalansangiz bo'ladi. Agar siz uyingizni remont qilasizmi, maktab, bog'cha, ofislarni remont qilasizmi, hattoki mana shunaqa foto studiyalarni ham remont qilmoqchi bo'lsangiz, Tikurillar emulsiyalari eng yaxshi tanlov bo'la oladi. Albatta bularni Vodiyda faqatgina Domstroy do'konlaridan xarid qilsangiz bo'ladi. Filiallarimiz Farg'ona, Qo'qon, Yaypan va Yangiqo'rg'onda, Namangan va Qo'qonda bo'lsa, maxsus showroomlarimiz ham bor.